Osh qaranglar, qanaqa chiroyli. Kesalari bilan. Assalomu alaykum hammaga. Bugun nima yeymiz topinglarchi? Bugun matal oshdan osh yeymiz. Osh qaranglar kattaligini. 10 kishilik osh bo'lsa kerak. 10 kishilik oshni bitta o'zim yeb qo'yaman. O'rtoqlar, osh qaranglar qanaqa chiroyli. Hididan. Bismillah. Olinglar. Qo'limiz bilan yeymiz o'rtoqlar. Bismillah. Salatsiz o'tmasa kerak. Oh. Osh ko'rib, no esimdan chiqib ketibdi. Hozir nonlar bilan yeymiz oshni. O'rtoqlar, oshga gap bo'lishi mumkin emas. Sizlar ham yeb ko'rib kommentariyada yozib qoldiringlar, tamam? Endi videoni o'chirib, qolganini yeb olamiz. Osh ketidan anor suvlaridan ichib olamiz. Mazza.